Assalomu alaykum futbol muxlislari. Abduqodir Husanov haqida gaplashamiz. O'zbekiston futbolining eng iqtidorli himoyachilaridan biri bo'lgan Abduqodir Husanov. Albatta, yana Abduqodir Husanov haqida. Uni maydondagi harakatlari, kuchli himoyasi, berayotgan paslari va tezligi ko'plab muxlislarni qalbidan o'rin olib, ularni hayratga solmoqda. Husanov har bir o'yinda o'zini ishonchli himoyasi, harakatlari bilan jamoasiga katta yordam bermoqda. Futbol muxlislari ham bu Husanov haqida shunday deyishmoqda. Kelajakda futbol sohasida Abduqodir Husanov katta yulduz bo'lishini aytishmoqda. Albatta bo'la oladi. Chunki umidimiz katta. Sizlarning fikrlaringiz qanday? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling.